Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Retomorlion kanali. Xo'sh, akalar, bugungi videomizda yana PUBG Mobile bo'ladi. Bugungi videomiz PUBG Mobile'ga yangi qo'shilgan Godzilla kollaboratsion bo'ladi. Xo'p, bugun Godzilla bilan yana hamkorlik boshlandi. Faqat bu nima bo'ladi? O'sha Godzilla emas. Yana sovrinlar yig'ilib ketdi-yu. Mana o'sha vaqtga, o'sha sezonlarga kiyimlar emas. Hozir mana kirib olyapmiz. Mana bu Gidora bilganlar faqat kompanion tarzida ketdi. Bu ham Godzillani hozirgi o'sha kompanion stilida yoki versiya deymizmi? Mana bu o'sha kiyim bu ajoyib o'g'il-bolalarga alvon Godzilla shahar bosh kiyimi ekan. Xo'p, kiyimga baho beradigan bo'lsak, 0 dan 10 gacha bo'lsa, men 8 beraman. Chunki juda ham bachkana Godzilla qilib yuborishgan. Yana bu ko'ylak esa Godzilla shahar o'sha bosh kiyimi yoki usti seta deymizmi? Hop, bugun bu versiyada soch bilan kiyim alohida berilgan. Kompaniyalar ham o'zlariga mos va bu esa o'sha Grazaga. Grazada mana bunaqangi o'ldirish nimalari, loot qutisi, bo'lmasam o'q tekishlar va o'sha mana bunaqangi animatsiyalar ham qo'shishgan. Animatsiyaga gap yo'q. Keyin buni esa mana bunday olganda ana olib, tushunarli. Xo'p, bu yoqlar endi bunaqangi materiallar endi o'zlari ko'rib turibsizlar, bunaqangi ustuvor yoki bolg'a keladi. Hali bunaqangi joylarga kirib bo'lmas ekan. Hozir bizga bu kerak emas. Bu narsalar mana E16 ga Mechagodzillani qurol sifatida ko'rinishi, maksimal ko'rinishi. Anchadan beri video chiqarmaganimga gaplarim adashib ketyapti. Hop. 4 ta, 6 ta, 7 ta joydan olov chiqaribdi. O'sha gaz miqdori. Bildirish nomasi. Bu esa o'q tekkandagi o'sha rangi, o'qni rangi. Bu esa kiyim, qurol Gidora, o'sha parashyuti. Bu esa nima deydi, kuchaytirilmaydigan motosikl. Juda basharash, xunuk. Olganlar olaveradi mayda. Hop. Bu esa o'sha Godzillani qo'li qolib ketgan tova yoki skaraborga. Bu o'sha bosh kiyim, kepka. Bu esa emotsiya. Ovozsiz emotsiya ekan, epik. Epik deymizmi, rare deymizmi, shunday. Hop. Bu yerda 500 UC ga mana shu omad chambaragi yo'lini qo'lga kiritishingiz mumkin. Keyin bal missiyasiga o'tib turib, o'sha missiyalarni bajarganingizdan so'ng o'sha mana bu yerdagi nimalar ochiladi. Holatdagi skin bor. Bo'lmasa mana shu o'tib ketdimi? Qolib ketdi o'zi. Mana bu Godzillani o'sha ko'rinishi. Popkasi ham bor. Popkasda esa Godzilla o'sha ma'lum bir joyga yoshib turgani aks etadi. Bu yerda 3 level, bu yerda 2 level, bu yerda esa 1 level. Bu yerda kichkinagina Godzilla
Bu yerda sal kattaroq, bu yerda esa maksimal kattasi. Hop, bu yerda nima bor endi? Shu papiga ilgich ekan. Bu yerda esa mana bu yerda bir ajoyib issiqlik nuri Godzilla. Shu emulsiyasida aytilyaptiki, tushunganlar tushundi. Tangacha ekan. Bu 20-qatorda kelganlarni yoki bu yoki buni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Buni ham hozir kirib bildim. Faqatga bugun kiygan bo'lsa kerak ertalab. Hop, bu esa granata kuchaytirilishsiz va adashmasam o'ldirish namasi yo'q bo'lsa kerak, kilchat yo'q bo'lsa kerak. Bu esa o'sha King Kongni olovlik yoki lavalik boltasi. Gap yo'q, chakka emas, kilchati chakka emas. Yana bu yerda mana shu oxirgi yo'lakda mana shular. Mana shuni olgan bo'lsangiz, mana shuni olasiz, buni shuni olgan bo'lsangiz, mana shuni olasiz endi. O'shanga 20 ga keldik. Hop. Kerak emas. Hop, aziz do'stlar, bugun videomiz mana shu yerga yetib keldi. Mana shuncha video olishga qaror qilgandim. Hop, YouTube kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. TikTok ahli esa mana shu yerda qolasizlarmi yo'qmi, farqi yo'q. Faqat cho'zib o'tirmayman-da, keyingi videolargacha sog'-salomat bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek kiratomlarlar ham bo'ldi. Like, obuna esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.